بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى nomlarini Qur'oni Karimda zikr qilib, qissalaridan namunalar keltirgan Nabiy alayhissalomlardan birlari Zakariya alayhissalomdir. Zakariya alayhissalomning muborak nomlari Qur'oni Karimda 8 marta zikr qilingan. U kishining qissalari Ali Imron, Anbiya va boshqa suralarda turli ko'rinishlarda kelgan. Zakariya alayhissalomning nasablari Harun alayhissalomning nomlariga borib taqaladi. Ya'niki o'sha Musa alayhissalomga aka bo'lgan Nabiy alayhissalomning zurriyotlaridan hisoblanadi. Zakariya alayhissalom Baytul Maqdis atrofida tug'ilib o'sdilar. Ilmlik, ma'rifatli bo'ldilar. Oxiri borib Bani Isroilning haykal deb atalmish asosiy ibodatxonasiga rahbar bo'ldilar. Ularni haykal deb atalmish ibodatxonalari Qudus-i Sharifda va asosiy markaziy ibodatxona hisoblanar edi. Zakariya alayhissalom ana shu ibodatxonani boshqaradigan bosh ruhoniy shaxsga aylandilar. Ana shunday vaqtda Imronning ayollari homilador bo'lib, homilasidagi bolani mazkur ibodatxonaga nazr qildi. Qur'oni Karimda bu alohida keladigan qissa. Men dedi, qornimdagi homilamni Alloh uchun nazr qildim dedi. O'sha vaqtda ibodatxonaga bolalarni nazr qilish bor edi. Ana shu urf va tartibga binoan bu nazr ham bo'lgan edi. Vaqti soati kelib homiladagi bolani tug'ilganida qarasa qiz bola tug'ilibdi. Robbim, men qiz bola tug'dim-ku deb yana qayta murojaat qildi. Ya'ni odatda qizlarni emas, o'g'il bolalarni ibodatxonaga nazr qilinar edi. Qizni nomini Maryam qo'yib, Allohning izni bilan qiz bola bo'lsa ham ibodatxonaga olib borib topshirildi. Va uni nazr sifatida go'zal tarzda qabul qilib olindi. Alloh subhanahu va taolo bu haqda aytadiki: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. Fataqabbalaha robbuha biqabulin hasanin va anbataha nabatan hasanan va kaffalaha Zakariya. U qizni Alloh taolo go'zal qabul qilish ila qabul qilib oldi va uni nihoyatda chiroyli tarzda o'stirib bordi va uni Zakariya o'z kafolatiga oldi. Demak, Maryam ibodatxonaga topshirildi. Ibodatxonada yashaydigan bo'ldi. Alloh
uni nazr sifatida go'zal tarzda qabul qilib olib, butun go'zal tarzda o'sib borishini ta'minladi va haligi ibodatxonaning bosh rahbari Zakariya uni kafolatiga olib, qarab, tarbiyalab, hamma tarafidan demak xabar olib turadigan bo'ldi. Kullama dakhala alayha Zakariya wajada indaha rizqan. Qachon Zakariya alayhissalom Maryamdan xabar olgani kirsa, uni oldida o'sha yerda yo'q anvoyi ne'matlar turar edi. Yo'q o'zi, shaharda yo'q, diyorda yo'q, topib bo'lmaydi. Lekin ibodatxonada nazr bo'lib yurgan Maryamni huzuriga Zakariya alayhissalom kirsa, har qanday noz ne'matlar turibdi. Ya Maryam, anna laki hada. Hay Maryam, bu qayerdan keldi senga? Robbimdan. Robbimning huzuridan va Alloh kimni xohlasa uni rizqlantiradi. Ko'pchilik ulamolarimiz Allohning qurbatiga erishgan, vali darajasiga yetgan bandalarga beradigan mo'jizalardan bittasini mana shuni oyatni dalil qiladi. Meva-cheva hech qayerda yo'q, kirsa turibdi. Ana o'shanday tarzda Maryamni kichkina qizchani holini go'zal tarzda o'sib borishini ko'rgan, uni kafolatga olgan Zakariya alayhissalom o'zlarini befarzandliklaridan o'ksiy boshladilar. Va Alloh subhanahu va taolodan demak farzand so'rashga o'tdilar. Avval Allohga o'zlarini qarib qolganlaridan, suyaklari mo'rtlashganlaridan, sochlariga oq tushganidan shikoyat qildilar. Vahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban. Mani suyagim mo'rtlashdi va boshimda oq tolalar shu'lasi paydo bo'ldi. Ana shu demak shikoyat, qarib qolganlik afsusi bilan birga yana Robbi habli zurriyatan tayyibatan. Robbim menga bir pok zurriyat ato qilgin deb iltijo ham qildilar. Alloh subhanahu va taolo u zotning duolarini qabul qildi va mehrobda turganlarida farishtalar kelib u kishiga bir o'g'il Alloh hadya qilayotganligini va uni Yahyo deb ataganligini, hozirgacha hech kimning nomi Yahyo bo'lmaganligini xabarini berishdi. Ya'ni senga bir g'ulomni bashoratini beramiz deb qo'ymadi. Biz senga bir g'ulomni bashoratini beramiz. Uni ismi Yahyo bo'ladi va uni adashi yo'q. Unga u nomiga o'xshagan nomi bor odam hech qayerda yo'q. Keyingi nimalarda u beriladigan bolani nabiy bo'lishi, hasur, ya'niki ayollarga nisbatan shahvatini jilovlab olgan bo'lishi va bir qancha sifatlarini ham hali yo'q bolani sifatlarini Alloh o'zi va'da qilib aytib qo'ydi. Bu xabar kelgandan keyin Zakariya alayhissalom hayron qolib, Robbim qanaqa qilib menga bola bo'ladi? Men o'zim qarib chirib qolgan bo'lsam, xotinim tug'mas bo'lsa, bu qanaqa bo'ldi? dedi. Nabiy, payg'ambaru baribir odamda. Xayollari odamlik o'lchoviga ketdi. Odatda qarib, beli bukchayib, suyagi mo'rt bo'lib, soch soqari oqarib qolgan odamdan bola bo'lmaydi.
Ayniqsa ayol kishi qarib qolgan bo'lsa, bola bo'lishi nihoyatda nima? Ehtimoldan yiroq. Yana u ayol umrida tug'magan bo'lsa, tug'mas xotin bo'lsa, yana ham uzoq. To'g'ri, Alloh taolo er xotindan farzand tug'ilishini odatga aylantirib qo'ygan. Er xotin ota-ona bo'lmasa, farzand dunyoga kelmaydi. Sababiyat qonuni shu. Ana shu qonunni joriy qilib qo'ygan. Odamlar erkak xotinlar nikohlanib oila qurib yashasa, ulardan farzand tug'iladi, odam ko'payadi, ota-ona bo'lishadi, bola bo'ladi va hokazo. Lekin shu bilan birga ana shuni ham chegarasi bor. Balog'atga yetmaguncha ham farzandli bo'lmaydi. Yoshi o'tib qolganda ham farzand ko'rish to'xtaydi. Ana o'sha xayol bilan Zakariya alayhissalom Robbim menga qayerdan g'ulom bola bo'lsin, men o'zim qarib chirib qolgan bo'lsam, xotinim tug'mas, qari kampir bo'lsa degan gapni aytdilar. Alloh taolo aytdiki, kazalika qala robbuk va hada hayyunun alayya. Robbing shuni aytayaptimi bo'ladi, menga oson bu. Sani o'zing yaqindagilar yo'q eding dedi. O'zing yo'q eding. Umuman dunyoda noming ham yo'q edi, nishoning ham yo'q edi. Sani yo'qdan bor qilgan zot sendan bolani tug'dirishi juda ham oson. Yo'qni bordan qilgan, yo'qdan bor qilgan, bordan ajratib chiqarishi nihoyatda oson. Va shunday bo'ldi. Demak, dunyoda sababiyat qonuni asosida ba'zi bir ishlarni joriy qilib qo'ygan Alloh, o'sha qonunlarni egasi bo'lgan zot xohlagan paytida o'zi joriy qilgan qonunni o'zi buzadi. Odatda qarib chirib qolgan tug'mas qari kampirlardan bola bo'lmasida qonunni buzdida, payg'ambarning duosini qabul qilib, qarichol va tug'mas kampirdan Yahyo alayhissalomni tug'ilishini Alloh taolo ta'minladi. Ana Alloh uchun bu narsa nihoyatda oson narsa bo'ldi. Yahyo alayhissalomni sifatlari yuqoridagi kabi ota-onasiga yaxshilik qiladigan, salamun alayhi yawma wulida va yawma yamutu va yawma yub'athu hayya. Alloh taolo aytadiki, u tug'ilgan kuni ham unga salom bo'lsin. O'ladigan kuni ham salom bo'lsin, qayta tiriladigan kuni ham salom bo'lsin. Ya'ni hamma yog'i salomdan, salomatlikdan, xayrdan, barakadan iborat bir farzand. Yahyo alayhissalomni Zakariya alayhissalomga qaragan chog'ida ato qilgan Alloh u kishini juda ko'p yaxshiliklar bilan ham sifatlab, nabiylik, boshqa sifatlarni aytdilar. Va shularning ichida hasuron degan Qur'on lafzi bilan kelgan sifat bor. Buni bizning tafsirchilarimiz, ulamolarimiz odob bilan hasur so'zini ayollarga bo'ladigan shahvati tiya oladigan shaxs, ya'ni ki shahvatiga berilib ketmaydigan shaxs deb demak ta'bir qilishadi, tafsir qilishadi. Lekin nabiylarning dushmanlari, nabiylarni behurmat qilishni o'ziga kasb qilib olgan kishilar bu so'zni, ya'ni ki bizni tilda aytganda dabba, erkakligi yo'q deb tarjima qilishadi. Va mana shu narsani bayroq qilib ko'tarishadi, gap so'z qilishadi. Lekin hamma azgina insofi bor, salgina aqli bor odamlar nihoyatda yaxshi bilishadilarki, payg'ambar alayhisolatu vassalomlar ma'sum zotlar. Ular turli nuqsonlardan Alloh taolo tarafidan himoya qilingan. Ularning odob axloqida ham, ibodatida ham, tana tuzilishida ham, shaxsiyatlarida ham hech nuqson bo'lmaydi. Chunki anbiyolarga ummatlar ergashishi kerak barcha narsada.
Nuqsonli bo'lsa, ularga nuqsonda ergashgan bo'lib qoladi. Ayibda ergashgan bo'lib qoladi. Endi erkaklik sifati esa erkak kishi uchun eng bosh sifatlardan biri hisoblanadi. Ana demak bu ma'noda haligi hasuran so'zini erkakligi yo'q deb tarjima qilib, Yahyo alayhissalom shunaqa odam bo'ldi deydiganlar katta bir nobakorlar hisoblanadi. Ular nabiylarga dushman zotlar hisoblanadi. Allohning Mustafa bandalarini nuqsonlar bilan sifatlashni o'ziga kasb qilib olgan odamlar hisoblanishadi. Ana shunday bo'lib Zakariya alayhissalom haykalni bosh rahbari sifatida, Maryam demak kafiri sifatida va qariganda o'g'il ko'rgan nabiy sifatida Allohning topshirig'ini bajarib, yaxshi bir demak da'vatlarni qilib, o'z ummatlarini boshqarib o'tdilar. Lekin o'sha vaqtdagi din dushmanlari, o'z qavmlaridan bo'lgan nobakorlar, kofirlar u kishiga suiqasd qilishdi. Suiqasd shu darajaga yetdiki, tarixchilarning aytilishicha, Zakariya alayhissalom ularni gapini inkor qilganlari uchun u ushlab turib arra bilan aralashdi. Avvallarga nabiylarning hayotlarida ularga yetgan azorlar, qattiq demak dashnomlar, azob uqubatlarni aytib o'tgan edik. Lekin nabiy zotini o'ldirishdek katta jinoyatni biror kishi qilganini Qur'onda kelgan demak nabiylarning zikrida yo'q edi. Mana Zakariya alayhissalomning shaxslarida mana shu holat yuz berdi. Haligi nobakor qavm bora nabiylarga bo'lgan dushmanligini orttirib kelib, oxiri ana Allohning nabiysi Zakariya alayhissalomni oddiy tarzda ham emas, balki tanalarini boshlaridan oyoqlarigacha arra bilan aralab qatl qilish darajasigacha yetishdi. Alloh subhanahu va taoloning nabiysi Allohning yo'lida, Allohning dini haqida, iymon yo'lida shahid bo'ldilar. Albatta bu hikmatini Alloh o'zi biladi. Lekin siz bilan biz barchamiz bu qissadan ibrat olishimiz lozim bo'ladi. O'sha kichkina Maryamni kafolatidan, u yerdagi ko'rinayotgan mo'jizalardan, qarib qolishiga qarab noumid bo'lmasdan Allohdan farzand tilashi va farzandni berilish holatlari, shukr ma'nolari hammasi siz bilan bizga albatta ibrat, o'rnak, xayr, baraka bo'ladi. Shu bilan birga ana shunday zotni o'z qavmlari tomonidan qatl qilinishi insoniyat tarixida mana shunday nobakor jinoyatchi qavmlar ham o'tganligi, ularni qilgan jinoyatini siz bilan biz qoralashimiz, ularni demak qiladigan yomonliklariga mutlaqo yaqin kelmasligimizni ibratlari ham bo'ladi. Rasul akram alayhissalatu vassalomdan Zakariya alayhissalom to'g'risida bir dona hadisi sharif vorid bo'lgan. Unda u zot va barakat aytadilarki, kana Zakariya alayhissalamu najjaran. Zakariya alayhissalom najjor, duradgor bo'lgan edilar deyiladi. Demak, nabiylarning ko'plari o'zlarini demak nabiyliklari bilan birga halol kasblari ham bo'lgan. Mana Davud alayhissalom temir ishini yaxshi qilganlar,
sovut yasaganlar, boshqa ishlarni qilganlar. O'g'illari Sulaymon alayhissalom misdan narsalarni yashashni yaxshi bilganlar. Mana Zakariya alayhissalom najjorlik qilib, duradgorlik qilib yurganlari bor ekan. Alloh subhanahu va taoloni salovat va salomlari Zakariya alayhissalomga va boshqa anbiyolarga bo'lsin. Siz bilan biz ularni barchasidan ibrat olib, hammalariga bir xilda iymon keltirib, hammalarini bir xilda e'zozlab, dinimiz aqidasi bo'yicha yurishimizni Alloh nasib qilgan bo'lsin.